naqd 4 million 200 ming chegirmada zo'r mebel topib qo'yganmiz. Videoni oxirigacha ham ko'ringlar, batafsil tushuntirib o'taman. Do'stlar, narxini taxmin qilib turibmi deylar. Ushbu modellar qanchaga baholadinglar? Narxi naqd 13 million so'm sotilgan ushbu mebel hozirda chegirmada 8 million 800 mingga sotib olishingiz mumkin. Do'stlar, ushbu modelga bitta ahamiyat berib qo'yinglar. Oyoqlari taxtadan ishlangan bo'ladi. O'tirganingizda ham bemalol javob bera oladi, yumshoqqina bo'ladi. Buni narxi 7 million 550 ming so'm sotilgan, hozirda chegirmada bo'lsa 6 million 250 mingga sotib olishingiz mumkin. Ko'rishingiz mumkin. Teddy modeliga bitta ahamiyat berib qo'yinglar, juda ham yumshoq bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin. Buni narxi 11 million 250 ming sotilgan bir joyda, bu chegirmada 8 million 800 ga sotib olishingiz mumkin. Do'stlar, bu yerda kojinli variantlar ham bor. Ko'rishingiz mumkin. Kojinli variantiga bunaqa mebellarni ko'rishingiz mumkin. Buni narxi 6 million 900 ming sotilgan bir paytda, bu chegirmada 5 million so'mga sotib olishingiz mumkin. Undan tashqari bu do'konda boshqa mebellarga ham 10% skidka ketyapti. Bemalol ulgurib qolsanglar bo'ladi. Bu chegirmalarning barchasini Sofa Set do'konidan topsanglar bo'ladi. Yanada chegirmali taklif uchun mumkinga obuna bo'lishni unutmanglar.